2017-yil 13-apreldagi Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimining 667-sonli qaroriga muvofiq Profishline mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoriga 49 yil muddatga 985,8 gektar yer maydoni ajratilgan. Ushbu maydondan 232,9 gektari zamonaviy suv havzasida baliqchilik xo'jaligini tashkil etish uchun, qolgan 708,4 gektari esa sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlari sifatida ajratilgan. Bugun biz ana shu qishloq xo'jaligiga ajratilgan maydonlarga yo'l oldik. Ilk bor ajratilgan paytda bu yerlar ancha qiyin ahvolda edi. Tuproqning sho'rlanishi, suv tanqisligi, unumdorlikning pastligi mavjud edi. O'shanda bu yerlarda serhosil dalalar paydo bo'lishini tasavvur qilish qiyin edi. Biroq tizimli mehnat, zamonaviy sug'orish tizimlari va agrotexnologiyalarni joriy etish tufayli bugun manzara butunlay o'zgardi. Jamoamiz rahbariyat tanlagan konturda bo'lib, bu yerdagi jarayonlarni yaqindan kuzatdi. Ertalab tanoq dalada harakat to'xtamaydi. Qudratli kombaynlar pishib yetilgan sholini yig'im-terim qilmoqda. Traktorlar yerga ishlov bermoqda. Dehqonlar esa har bir bosqichni puxta nazorat qilmoqda. Bu jarayon katta bir tirik organizmni eslatadi. Har bir qism o'z vazifasini a'lo darajada bajarmoqda. Bugungi kundagi bu yerlar avvalgi tashlandiq va qurg'oq maydonlar emas, balki to'laqonli qishloq xo'jaligi yerlariga aylangan. Hozirgi ko'z o'ngida yig'ib olinayotgan sholi hosili uzoq muddatli rejalashtirish va bu yerlarning salohiyatiga ishongan mehnatning samarasidir. Har bir dona oq don ortida insonlarning matonatli mehnati, mashaqqati va zaminini qayta tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlari mujassam. Shunday qilib, Profishline'ga ajratilgan qishloq xo'jaligi yerlari mehnat, innovatsiya va mas'uliyat uyg'unlashgan maydonga aylandi. Bugun biz ishonch bilan ayta olamizki, bu yerlar ikkinchi hayotni boshladi va jamiyatga foyda keltirish, kelajak avlodlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishda davom etmoqda.